o'choqlar, men bu yerda o't yoqsamu Farg'onada tutuniy. Assalomu alaykum. Navo telekanalida mening oshxonam loyihasi va men boshlovchingiz Zulayho Ahmedova. Bugun manzilimiz boshqa, oshxonamiz ham o'zgacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Nilufar opa, charchamayapsizmi? Liboslar yaratib charchamayapsizmi? Yo'q, rahmat. Adresdan tikilgan liboslar hech qachon urfdan qolmaydi degan fikrning muallifi mahoratli dizayner Nilufar Abduvaliyeva. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bugun koshonangizda mehmonda ekanmiz. Ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Juda ham ajoyib modalar uyingiz. Juda havas qildim. Keling endi suhbatni boshlasak-da, keyin oshxonaga navbatni beramiz. Ko'rsatuvimizning odatlariga ko'ra biz kelgan mehmonimizga xush kelibsiz deb o'z koshonamizda ularni kutib olar edik. Endi bugun biroz o'zgartirish kiritgan holda bugun sizning koshonangizda mehmonmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xursand bo'ldik bizga mehmon bo'lib kelganingizga. Brend yaratish va uni mashhur qilish oson ish emas. Siz buni uddasidan qanday chiqdingiz? Bilasizmi, brend yaratish murakkab bu ish. Endi bunga kim qanaqa yondoshadi? Baribir nimanidir qilishdan oldin agar uni mehr bilan xohlab shu o'zingizga qiladigandek qilsangiz har doim yaxshi chiqadi. Bu ishda har doim biz bitta o'zimiz bo'lmaymiz, komandamiz rosa ham katta. Bizani uyda o'tirib ayollar, erkaklar yondashadi, shu matolarni yaratib berishadi, bo'yab berishadi. Biz ularni chiroyli qilib modalar namoyishida tikib ko'rsatib beramiz. Chunki bitta odamni bu ishi bilan bo'lib ketadigan narsa emas. Murakkab, bunga har doim mablag' kerak. Oldingizda pulingiz bo'lishi kerak. Pulingiz bo'lmasa, baribir yondashadigan oldingizda insonlar bo'lishi kerak. Chunki hozirgi kunda to'g'ri ko'plar dizayner bo'laman deydi. Dizayner bo'lish bu balkim havas uchun bo'lish xohlashar. Lekin ichga kirgandan keyin bu faqat moddiy tomondan ko'proq xarajat kerak bo'ladi. Ya'ni o'sha taniqli brendni qozonish uchun, ya'ni egallash uchun nafaqat qiziqish, balki uni ichiga o'sha mablag', haligi mehnat va atrofingizda yordamchi komandangiz bo'lishi kerak. Albatta, busiz bo'lmaydi, chunki bitta odam hech narsani qila olmaydi. Endi mana men misolda aytsam, men o'zim tikishni unaqa bilmayman. Bilaman, lekin men unaqa 24 soat o'tirib tika olmayman. Bitishga kelganda ham ozgina bilaman, uni ham bilaman. Chizib, qarab, vizualniy dizaynerlik qila olaman. Bitta o'zim bilan qayerga borasiz? Shu uchun bizda Mursi jamoamiz ham katta, rosa ham shu komandamiz bilan qilgan ishlarimiz har doim yuqori darajaga chiqadi. Xarakteringizga qanday ta'rif bera olasiz? Mening xarakterim shunaqa, men rosa ham o'zi yumshoq insonman, hammaga ishonuvchiman, ishonib qo'yaman. Hozirgi kunda o'zim ustimda ishlayapman, sal jiddiy bo'lib, qattiq qo'l bo'lishni xohlayman. Endi u xarakterim ham bor. Ko'proq ichim og'rib qoladi-da, birovni xafa qilmay, unaqa qilmay deb, shu narsa meni ko'p ishlarimda to'xtatib qo'yadi. Chunki bunaqa narsada sizni mana shu shafqatliligingiz ishingizni to'xtatar ekan. Chunki talab qilmaysiz, urushmaysiz, jahlingiz chiqmaydi. Ko'ngil bo'shligingiz pand berish mumkin. Shu narsa har doim meni orqaga tortadi. Bunisida ishlayapmiz. Shu o'rinda bir aytar so'zim bor. Qalbi go'zal inson mana shunday go'zallikni yaratishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, qalbi chiroyli emas, inson qanaqa qilib chiroyli narsalarni yaratadi? Qalbingiz chiroyli bo'lsa, ruhingiz chiroyli bo'lsa, atrofingizdagi insonlar ham chiroyli bo'ladi. Yaratayotgan narsangiz chiroyli bo'ladi. Hamma narsa qanaqadir chiroyli, fayz barakali bo'ladi. Nilufar opa, farzandlaringizga qattiq qo'lmisiz? Mana hozir aytdingiz, ko'nglim yumshoq dedingiz. Farzandlaringizga qandaysiz? Qattiq qo'l. Bilasizmi, bir xil payt qattiq qo'lman, bir xil payt o'ziga tashab qo'yaman, chunki 24 soat qattiq qo'l bo'lsangiz ham bolalar baribir aldaydi. O'zim ham bola bo'lganman-da, baribir aldaydi, xohlagan narsasini qiladi. Men ularga harakat qilaman do'st bo'lishga, lekin qattiq qo'lligim ham bor. Hozirgi kunda tashab qo'ysangiz ham bo'lmaydi. Baribir bir kun unaqa, bir kun bunaqa bo'lib turishi kerak. Endi balans ushlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Albatta. Chunki busiz bo'lmaydi. Lekin baribir o'zi xohlayotgan narsani, o'zi o'sha tanlashini, o'zi olishini, o'sha uchun o'zi
sababchi bo'lishini xohlayman, chunki men ularga o'zimni fikrimni har doim yondoshib qo'shavermayman. Ba'zan o'zlarini ixtiyoriga tashlab qo'yish kerak Albatta, demoqchisiz. baribir har bitta inson individual. Men uchun To'g'ri, to'g'ri aytasiz. Xatolardan saboq olamiz. Katta bo'lganimda mana shu ishni boshqa qilmayman, qaytarmayman degan vaziyatlar bo'lganmi? albatta bo'lgan, ko'p bo'lgan. Men birinchi o'chirt va birinchi o'rinda ota-onani baribir eshitishni xohlayman. Chunki baribir ota-ona bizdan ancha yo'q tajribali, hayotni ko'rgan, ular ko'rgan narsani biz ko'rmaganmiz. Shuning uchun ota-ona bilan maslahat qilib, yondoshib ish boshlashni men xohlayman. Bolalarimga ham shuni tavsiya etaman. Doim ham ota-ona bilan fikrimiz to'g'ri kelmay qolishi mumkin ba'zan, chunki davr o'zgargan sari bizni dunyoqarashimiz, shu hozirgi moda o'zgarishi mumkin. Masalan, fikrlar to'g'ri kelmaydigan vaziyatlar ham bo'ladi-ku. Bo'ladi, endi baribir u moda bilan fikrimizni baribir nima desa bo'ladi, baribir maslahat olamiz-da. Bir xil mahal bizni ko'rayotgan narsa bizni qisqa ko'rayotgan bo'lishimiz mumkin. Ular uzoqqa ko'rib yetishadi. Shuning uchun endi to'g'ri oldin men ham modaga qarab yurardim, har xil ochuv-sochuvlar kiyilardi. Hozirgi kunda endi yoshimiz o'tgandan keyin bu narsaga boshqacha yondashamiz, boshqacha ko'ramiz. Baribir hozirgi yoshlar bilan oldingi yoshlarni farqi katta. Nilufar opa, mana yoshlar bilan ko'p uchrashuv o'tkazasiz, tajribangizni, bilimlaringiz bilan bo'lishasiz. Kelajakda, ya'ni shu kunlardami deymizmi, raqobatdan cho'chimaysizmi? Raqobatga qanday qaraysiz? Bilasizmi, men har doim ochuvman, hech narsadan cho'chimayman, chunki Alloh har bittamizga bergan rizq hammaniki o'lchab уже berilgan. Hech kimnikini olib qo'ya olmaydi. Men hozirgi kunda xohlayman, talab qilaman, chunki biz ham butun umr yashamaymiz. Biz ham bu o'zimizning ishimizni kimgadir qoldirishimiz kerak. Agar shunaqa yosh studentlarning ichida shunaqa talabchan dizaynerlar chiqmasa, kim bizning ishimizni olib ketadi? Bizning davom etmaydi, bizning ishimiz yopilib ketishi mumkin. Chunki men farzandlarim ham meni sohamni tanlashmagan. Shuning uchun men baribir atrofdagi shu studentlar, hozirgi yoshlardan tanlab qolishni xohlardim. Shuning uchun men har doim bo'lishishga tayyorman. Bizning jamoamizda ham mana qizlar o'qiydi, ishlaydi. Baribir bular bilan birga biz kolleksiyalar yaratamiz. Baribir qo'limdan kelgancha men bularga yordam beraman. Yosh avlodlardan ham boshqacha fikrlar, g'oyalar tug'ilishi mumkin. Hozirgi kunda shogirdlaringiz bormi? Shogirdlarimiz rosa ko'p hozirgi kunda, chunki ularning fikri men uchun rosa ham muhim. Har doim men ulardan ham so'rayman. Endi to'g'ri, bir xil mahal ularda hali tajriba kamligi uchun ular ko'rayotgan narsa qanaqadir qisqaroq bo'ladi. Men uni kengaytirib, tushuntirib, chiroyli narsalar yaratishga harakat qilamiz. Bilasizmi, men hamma narsani o'zim yaxshi ko'raman, o'zim tayyorlashni, chunki hozirgi kunda 21-asrda hamma narsa bir 15-20 minutda ham tez olib kelib berishligi mumkin-da, dastavkalar ishlaydi. Lekin men o'zim tayyorlab qo'yaman, tayyorlaganimni men tez ovqat qilaman va mazali qilaman. Shuning uchun har doim men xolodilnikimda, morozilkamda nimadir bo'ladi-da. Bitta ovqat qilganimda bitta emas, 2-3 ta ovqat qilib qo'yaman, chunki men bilaman, bugun ovqat qildim, ertaga ovqat qilmayman. Shu ovqatni yeyishadi. Endi farzandlar ham uyda ham o'g'il bola ham qiz bola bo'lgandan keyin ularning talabi ham har xil bo'ladi. O'g'il bola boshqa narsa yesa, qiz bola boshqa narsa yeydi. O'zim hozirgi kunda parhezdaman. O'zim uchun ham qilaman. Shuning uchun ovqatdan menda umuman muammo bo'lmaydi qilishdan. Yaxshi ko'raman. Unda sizning milliy oshxonangiz tomon yo'l olsak. Bo'ldi, ketdik. Nilufar opa, bugun qo'lingizdan mazali osh yerkanmiz. Hamma masalliqlarni muhayyo qilibsiz. Biz esa sizga yordamchi olib keldik. Turk oshpazimiz O'zbekistonda juda ham mahoratli oshpaz Muhammadbey. Juda qo'li gul oshpaz, juda ham mahoratli, mashhur dizaynerimiz. Bugun yordam berasiz o'zingiz. Bugun qo'lingizda kelgan mahoratni ishga solasiz. Marhamat, joy almashamiz. Marhamat. Nilufar opa bog'bon gullar bilan suhbatlashadi. Dizaynerlar ham matolar bilan suhbatlashadimi? Siz uchun eng qadrli mato qaysi biri? Albatta bilasizmi, dizaynerlar ham mato bilan suhbatlashadi, chunki matolarni ko'rganingizda siz ilhomlanib, chiroyli shu dizaynerlarni tanlab, liboslarni
did bilan tanlab chiroyli qilib yaratib berasiz. Ilhomlanasiz ya'ni. Ilhomlanasiz. Qaysi mato siz uchun eng qadrlisi? Menga eng yoqadigani bu alo baxmal, bu bizani ayollar, erkaklar kuniga bana 30-40 santimetr to'qishadi. Gilamni yig'ganda shunaqa yig'iladi, iplarda qarab, mehr bilan ranglarini. Bu qo'l mehnati, bu tarixdan tarixga qoladigan, asrdan asrga qoladigan bizani eng zo'r, eng qadimiy, eng tarixiy liboslarimizdan biri hisoblanadi. Eng qimmat hisoblanadi. Menga shu risi ham yoqadi. Nilufar opa, bolaligimizda, o'sha yoshligimizda hamma matolarni o'zi sanoqli matolar bo'lardi, nomi bo'lardi, o'zini o'sha milliy nomlari bo'lardi. Hozirgi kunda esa har xil nomlar bilan chiqib ketgan matolar bor. Haligi o'sha taniqli bir filmlardan olingan deymizmi? Mana shu matolarni o'sha noodatiy nomlariga nima deysiz? Men o'ylaymanki, bu matolarning nomlarini kimlardir qo'yishadi. Men bunaqa nomlarni hech qachon eshitmaganman. Men o'sha oldingidagi tabiiy matolarning nomini eshitaman, o'shalarga qarab, yondashib xarid qilib olaman. Lekin hozirgi kunda o'sha noodatiy bir boshqacha nomlar bilan atalgan matolar ko'p. Masalan, o'sha Jimini ko'z yoshlari, shu Marianna. Bilasizmi, men o'ylaymanki, u insonlar shu ilhomlanib o'sha kinolardan qo'yishsa kerak. Lekin men bunaqa matolarning nomini umuman o'zimda ham ishlatmaysiz. Sizni endi asosan o'sha modalar uyingizda milliy matolardan tikilgan liboslarni ko'ryapmiz. Lekin kelajakda o'sha zamonaviy matolardan ham uyg'unlik yaratib, milliy matolar bilan liboslar yaratish niyatingiz bormi kelajakda? Albatta, har doim biz o'samiz, har doim biz yangi narsalarni yaratishga harakat qilamiz, yondashamiz. Har doim yangilik yaratishga intilish kerak deb o'ylayman. Nilufar opa, agar dizayner bo'lmaganingizda qaysi kasb egasi bo'lardingiz? Bilasizlarmi, men dizayner bo'lmaganimda oshpazlikni xohladim. Men o'zim restoran ochib, shu qizlarga erga tegishdan oldin o'rgatish xohladim, ovqatlarni qilishi, stollarni chiroyli bezatishi. U niyatim hali ham kech emas, nima sizga xalaqit qilyapti? Bilmayman, hali shu xohlamayman, shu narsaga kelganda bo'lmayapti-da. Vaqt yetmayapti. Vaqt masalasi to'g'ri. Bu qolib ketar ekan, buni qilsangiz u qolib ketar ekan. Endi yarim yo'lda tashlab keta olmayman hech narsani. Endi u ham xudo xolasa agar bu yerda shunaqa iste'dodli dizaynerlar chiqsa, men ularga o'zimizani endi shogirdlarni topshirardik, uni qilib ko'rardim. Chunki u ham meni maqsadim maqsad bo'lib qolishini xohlamasdim. Restoranda ovqatlanishga borsangiz, so'rashar ekan, buni qaysi kayfiyatda tayyorlading? Qanday kayfiyatda tayyorlagan? Bu juda muhim ekan. Agar kasbingizni sevib tayyorlasangiz, kayfiyatingiz albatta a'lo bo'ladi. Agar majburiyatdan, yoqmasa ham tayyorlasangiz, u o'sha tayyorlagan taomingiz insonlarning luqmasidan o'tadi, to'g'rimi? Albatta. Shuning uchun so'radim. Menimcha sizda zo'r restoran sohibasi deymizmi, zo'r bir oshpaz chiqishi mumkin. Mumkin edi. Xudo xolasa hammasi kech emas. Endi Alloh beraman desa, g'oyibdan beradi. Xudo xolasa. Niyat qilib turamiz, duo qilinglar. Shunaqa niyatimizni ham Xudo xolasa restoran nomi ham Mursak bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin. Mana g'oya ham tayyor. Yaxshi pishiriqlar qilardik, shokoladlar. Albatta, birinchi mijozlardan bo'lamiz biz. Bitta yeganinglardan keyin qaytib ketmasdinglar. Bo'ldi, endi bu so'zligicha qolib ketish kerak emas, Nilufar opa. Xudo xolasa. Kutamiz. Nilufar opa, tabiiyki siz matolar bilan ko'p ishlaysiz. Keling, ko'zingiz yumgan holda ularni qanday mato ekanligini aytib bera olasizmi? Harakat qilaman. Keling, sinab ko'ramiz. Bo'ladi. Bu qattiqligidan bu beqasamga o'xshayapti, yo'l deb o'yladim men. Beqasam bo'lsa kerak, erkaklarni bu choponlari tikiladigan beqasam mato. Topdingiz.
topdimmi? Topdingiz. Bitta 10 ball bor. Hozir yana buni darrov topsalar kerak. Bu bizani adrasimiz, atlas, adras. Chunki ensiz bo'ladi, shunaqa silliq, tabiiy material, mato bo'ladi. Endi hiyla ishlataman ozgina. Hammasini bermayman. O'zimni yaxshi ko'rgan mato endi baxmal, alo baxmal. Men buni rosa ham yaxshi ko'raman. Voy, hammasini topib qo'yibsiz-ku. Bu anaqa hech bo'lmasa bittasini topolmang. Bizani qadimiy matolarimizdan bittasi bu tafta, tovarga o'xshayapti. Bu tabiiy matoda, o'shanga topishim osonroq bo'ladi. Chunki men o'zim ko'p anchadan beri tabiiy matolar bilan ishlaganim uchun baribir o'shaganingizda bilasiz. O'zingizni ochib gapirishingiz mumkin. Bu praktikada baribir. Albatta, juda ham qolmasdan iloji yo'q. Hammasini bittada ushlab bilib oldingiz. Ayniqsa baxmalni nega aynan mursak deb nomlagansiz? Bilasizmi, bizga bu savolni million marta berishgan. Mursak bizani eng birinchi ilk choponimiz, ayollarni ham, erkaklarni ham mursak deb aytishardi. Tarixiy kitoblarda ham bor. O'sha uchun ham biz choponni qo'yganmiz. Endi men o'zimni nomimni qo'yishni hech qachon xohlamaganman, chunki men o'zim o'zimizni tariximizga yondoshib, o'zimni ham ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shishni niyat qilardim. Chunki endi men hadeb hamma o'zini nomini qo'yadi, endi ularga yoqsa kerak. Men o'zimni nomimni qo'yishni xohlamaganman. Qayerqa bormasangiz mursak desa, qanaqadir men ilhomlanib ketaman. Chunki bu bizani tariximiz yo'qolib ketmasligi kerak. Bu aytadi-yu, nasldan naslga nima qoladi? Bizani shu choponlarimiz, mursak choponlarimiz, qadriyatlar, bizani shu o'zbek milliy chiroyli liboslarimiz qoladi. Shuning uchun men rosa ham xohlardim. Nima qo'yishni bilmay, o'shanda men ancha buni ustida ishlaganman. Keyin mana mana shu kimdan chiqqan fikr, ya'ni o'zingizning g'oyangiz? Men bilan men ko'p odamlar bilan maslahatlashganman. Va shu anaqada to'xtaganman men o'zim, chunki bir necha menga anaqalar berishgan, o'sha baribir nima desa bo'ladi, o'zbek qadriyatlarga mos o'shalarni olib chiqayotganimiz uchun qanaqadir o'zbek anaqalarimizga chiqish kerak edi. Chopon shunday ekranlarda ham tursa qanaqadir boshqacha bo'ladi-da. To'g'ri. Mursak modalar uyida hozir nima yangiliklar, ijodingizda qanday yangiliklar bor? Bu yil bizda ijodimizda katta o'zgarish bo'ldi. 2 yil biza tayinlandik. Mana xorijda turadigan bitta Maxim Weisbrod bor, u bilan birga biz kolleksiya yaratdik. Nimaga u bilan DNK'mizni ham o'zgartirdik? Chunki hozirgi kunda moda o'zgarib ketyapti. Choponlar bizda har doim ketadi, har doim olishadi. Bu chopon bizani nonimiz. Aytadi-ya, suvni har doim stolda bo'lishi kerak. Xuddi shunaqa choponimiz bo'lishi kerak, lekin moda zamonaviy bo'lib ketyapti. Boshqa joylarga borganingizda chopon yoqadi, ushashadi, xoliydi, lekin zamonaviy kiyimlarni kiyish xohlaydi odamlar. Ko'p menga murojaat qilishardi, so'rashardi, zamonaviy ham qilinglar deb. Qilardik, endi bunchalik kolleksiyani zamonaviy qilib yaratmagan edik. Olmaotaga 2 yil oldin bordik. O'shanda men ko'rdim Olmaotadagi ayollar, erkaklarni Visa Fashion Weekda shunaqa zamonaviy, men ularni ko'rib ko'zlarim bilasizmi, qamashib ketdi, o'ynadi. Men aytdimki, biz kolleksiya yaratishimiz kerak. Bu yerda Xudo xolisa dedim, ishtirok etamiz dedim. 2 yil muhlat bo'ldi, 2 yilda bo'ldi. Chunki men o'yladim 1 yil yetadi, 1 yil yetmadi. Qo'l mehnati ko'p edi o'tdi, tabiiy matolar, ruchnoy vышивкаlar bor edi, qo'l mehnati, chiroyli bezaklar berib, bisirlar bilan ishladik. Bu murakkab bo'ldi, chunki u ham stilist, art direktor bo'ldi-da, u bilan masofamiz uzoq, ular bilan birga maslahatlashib, yaratib, qarab, endi bizani qizlar hammasi qo'l mehnati bo'lgani uchun cho'zilib qoldi. Lekin shunaqa zo'r, o'zimni ko'nglim ham to'ldi, zo'r qilib kolleksiya qildik. Olmaotadagi, Qozog'istondagi bizani hamma o'sha tegagan hamkasblar,
hamyurtlar hammasi lol qoldi. Ularga ham rosa ham yoqdi. O'zimizga ham Allohga shukr, shu niyatlarimizga ijobat bo'lib kelganiga yana xursand bo'lib keldik. Keling, sizni kolleksiyalaringizdan ozgina liboslarni tomosha qilsak, ijodingiz namunalaridan. Mana bu paranji, ko'ryapsizmi? Oldin shunaqa paranjilarda ikkita qavatini ham kesib bo'ladimi? Ha, bu yog'ini ham adarsiz bo'ladi, bu yog'ini ham. Paranjini bu nakidka qilib ham tashlab olsa bo'ladi. Endi bizda bu bemalol. Asalligini qaranglar buni. Qani, paranji sifatida ayollar qanaqa mehnatkash, chiroyli narsalarni yaratishga harakat qiladi. Baribir chiroyli bo'lib turadi-da. Yaxshigina og'ir ekan. Bu chunki ko'ryapsizmi, hammasi tabiiy matodan, barxtimiz ham tabiiy, hammasi vышивка. Ichlarida mana Kumush bebe bo'ldimmi? Bu necha kilo примерно? Taxminan 2-3 kilo bo'lsa kerak. Og'irgina ekanda, boshimga og'irlik qildi. Demak, oldingilar mana shunaqa og'ir paranjilarda yurishganmi? Eskilar. Endi ularda tabiiy bo'lmagani uchun balki unaqa og'ir ham bo'lmagandir. Endi balkim qulaylashtırishgandir. Endi men o'sha meni orzum edi-da, o'sha oldingi asrda yashab ko'rish. Endi imkonimiz yo'q. Juda ham chiroyli. Shu uchun chiroyli narsalarni yaratishga harakat qilamiz. Mana bu bizdan shunaqa chopon, chiroyli choponimiz. Qo'llarini bu yerdan chiqarib turadi. Baribir chiroyli milliy narsalarni yaratishga harakat qilish kerak. Bu nimchalar? Bu nimcha ko'ryapsizmi? Hammasi bu chiroyli vышивкалар, qo'l ishlari, har xili bor. Mana bu ham chiroyli ko'ylaklarimiz. Qanaqa chiroyli. Bu Buxorochamidi? Samarqandliklar shunaqa kiyadi. Bizda bu oldingi kolleksiyamiz 12 ta region edi. Shunda biz chiroyli qilib yaratishga harakat qildik. Mana bu lozim ko'ylaklar. Koketkali-mi? Oddiygina koketka. Bu mana oldingi kolleksiyamiz bir necha yil oldin. Ko'ryapsizmi? Bu ham chiroyli. Mamutlarida qarang, Suzana bu hammasi qo'l mehnati bu. Bu shoymi men bu taraflari? Bu lyon. Lyon ekan. Lyon bilan biz adreslarimizni uyg'unlashtirib qilganmiz. Juda chiroyli. Ta'rifga til ojiz. Har tomonlama o'ylangan. Mana ko'ryapsizmi? Bu a'lo baxmal. Baxmal libosimiz. Juda ham go'zal, juda nafis. Hammasini bizani qizlar chiroyli qilib qo'lda o'zlari tikkan. Har xil qilib O'zingiz ham kirib turasizmi tikish xonasiga? Albatta, men tushuntiraman, ko'rsataman. Qarab etaman, qaysi biri o'xshayyapti, qaysi biri yo'q deb. Sizni tasdig'ingizdan kechgandan keyin qilishadi, to'g'rimi? Hamma narsani harakat qilyapmiz-da, chiroyli narsalar yaratib berishga. Mana bu ham kichkina jajji qizaloqlarniki, ko'ryapsizmi? Bu ham hammasi Suzana. Asal ekan. Mana yetkilarimizga ko'ryapsizmi, qanaqa zo'r qilib biz qadimiy choponlarni. Bu qanaqa mato men bu? Bu beqasam. Bunaqasini ko'rmagan ekan. Qo'l mehnati beqasam. Bunaqasi yo'q-da, chunki biz o'zimizga juda chiroyli olgan edik. Juda chiroyli. Endi o'ylamoqchi bo'lgan yigitlarimiz mana sarpoylarga olsalar bo'ladi. Mazza qilib kiyiladi-da. Juda ham go'zal. Mana oshimiz ham tayyor bo'ldi. Oshga marhamat. Zo'r chiqdi. Bay. Olinglar. San'at asari. Bismillahirrohmanirrohim. Bay. Zo'r chiqdi. Maftun bo'ldim. Juda ham mazali chiqdi. Yoqdimi? Oshga marhamat. Oshimiz rosa ham mazali chiqibdi. Juda ham mazali, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Mana shunday o'zbekona muhitda milliy taomimizni tanovul qilish qanday yoqimli. Mana shunday yoqimli o'zbekona muhitni yaratib berganingiz uchun sizga katta rahmat. Bizni dasturimizda ishtirok etganingiz uchun sizga tashakkur. Rahmat. Ko'rdinglarmi? Baribir asabiylashsak ham, lekin oshimiz mazali chiqdi. Bu bunga umuman aloqasi yo'q ekan. Albatta, eng asosiysi mehr bilan tayyorladingiz. Bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Aziz tomoshabinlar, keyingi dasturda ko'rishguncha xayr omon bo'ling.